Anchadan buyon Adiblar xiyoboniga borishni rejalashtirib yurgandim. Nihoyat ushbu go'shani ziyorat qilishga imkon bo'ldi. Atrofga mahliyo bo'lib, xiyobonning adiblar haykallari o'rnatilgan qismiga borib qolibman. Adabiyotimizning mashhur simolari ro'parasida o'rindiqlar o'rnatilgani qanday yaxshi. O'tirib ular bilan suhbatlashish, she'rlaridan aytib bir olam zavq olish mumkin. Ehtimol yillar o'tib shu o'rindiqlar eng sara asarlarning yaratilish manzili bo'lib qolar. Ammo bir xunuk manzaraga ko'zim tushdi-yu, shirin xayollarim uchdi ketdi. O'zbekiston qahramoni, sevimli shoirimiz Abdulla Oripov haykali qarshisida ikki sevishgan turardi. Suhbatlashib o'tirgandir, ehtimol she'rxonlik qilayotgan dersiz. Adashasiz. Ular bir-birining pinjiga kirib olgandi. Ko'rganlarini aytishga til bormaydi. Bular-ku hali yosh, hayotning achchiq-chuchugini totmagan, qilayotgan xatti-harakatlarining mohiyatini yaxshi anglamas. Biroq sal narida ko'rinishdan 35-40 yoshlardagi erkakning ma'shuqasi bilan qilib turgan ishini ko'rib, xijolatdan yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim xolos. Hoynahoy ularning har ikkisi ham oilali bo'lsa kerak. Nahotki odamlarimiz beandishalikni oddiy hol sifatida qabul qilib, tubanlikka botayotgan bo'lsa, bunday ma'naviy qashshoq kimsalar tarbiyalayotgan bolalarning taqdiri ertaga qanday bo'ladi? Axir adiblar xiyoboni shu kabi hayosizliklar maskaniga aylanishi uchun barpo etilmadi-ku. Qachongacha bundaylarni ko'rganda bee'tibor o'tib ketaveramiz? Bu millatimiz ma'naviyatiga, an'ana va urf-odatlarimizga, jamiyatimizda ming yillar davomida shakllangan axloq qoidalariga putur yetkazmaydimi? Shunday ekan, bu illatni katta davralarda muhokama qilish, keng jamoatchilik nazorati o'rnatib, unga qarshi keskin chora ko'rish lozim deb hisoblaymiz. Hattoki Shavkat Mirziyoyev xiyobonga kirishdan boshlab ilohiy kuch bo'lish kerak. Bu xiyobon odamlarga ma'naviyat beradigan, ma'rifat ulashadigan joy bo'lishi kerak. Kelganlar oldin muzeyga kirib, adiblarimiz ijodi bilan tanishadi, keyin ziyorat qiladi. Ma'naviyat darslari tashkil etiladi. Bu yer beega joy bo'lib qolish kerak emas degan edi. Hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz muxlislari, bunday holatlarga siz qanday fikr bildirgan bo'lar edingiz? O'z shaxsiy fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xayr salomat bo'ling.